Assalomu alaykum aziz hurmatli do'stlar. Avvalambor Afg'onistonlik birodaringizning kanaliga xush kelibsiniz deyman. Men Shamsullo Afg'onistonning Balx viloyati Sho'rtepa tumanidan bo'laman. Ha aziz do'stlar, mana ko'rayotganingizdek biz hozir ham Afg'onistonning Balx viloyati Sho'rtepa tumanidamiz. Ko'rayotganingizdek bug'doy o'rilish jarayonini sizlarga ko'rsatmoqchiman bugungi videomda. Agarda videomiz sizga yoqsa, videomizga bitta like va kanalimga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Qani bo'lmasam videoni boshlaymiz. Mana do'stlar, ko'rayotganingizdek Afg'onistonning Sho'rtepa tumanida mana shunday qilib bug'doyni ushbu shaklda o'rladi. Boshqa joylarda kombayn ham bor, lekin ushbu shaklda o'rladi. Ha aziz do'stlar, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston qaysi bir davlatda bo'lsa ushbu shaklda bug'doylarni o'rladimi yo lekin faqat kombaynda o'rladimi? Kommentariyada yozinglar. Mana ko'rayotganingizdek juda ham chiroyli bo'lib pishgan bug'doyimiz ham, akaxonlarimiz ham ko'rayotganingizdek sekin-sekin charchamasdan o'rib yuribdi. Soat ham Afg'onistonning soatiga 3 baja, O'zbekistonning soatiga esa 3:30 bo'lgan. Kunduz kuni mana ko'rayotganingizdek. Mana do'stlar, ko'rayotganingizdek bular esa o'rilgan bug'doylar. Ko'rayotganingizdek ushbu tomonlarning hammasini ertalabdan o'rishibdilar akaxonlarimiz. Juda ham chiroyli qilib o'rishib qo'yibdi. Mana ko'rayotganingizdek. Mana bu tomon esa hali o'rilmagan. Kechqurun tushguncha buni ham akaxonlarimiz urib bo'lamiz deyaptilar. Mana ko'rayotganingizdek 3 kishi bo'lib urishyapti. Ha do'stlar, ko'rayotganingizdek ushbu akaxonlarimizdan bir nechta savol qilaman dedim. Ushbu akaxonlarimiz savolga javob bera olmaymiz deyapti. Nima uchun deganingizda bular o'zbekini bilmaydi. Turkman qavmidan bo'ladi bular. O'zim ham turkman qavmidan bo'laman, lekin kam o'zbekini bilaman o'zim. O'shaning uchun ham aziz do'stlar, akaxonlarimizdan savol qila olmadik. Akaxonlarimiz aytayapti, agarda o'zbekini bilgan taqdirimizda ham kameraga qarab gapira olmaymiz. Nima uchun deganingizda tilimiz aylanmaydi kameraga qaraganda. Uyalyaptilar menimcha. O'shaning uchun ham akaxonlarimizdan savol qila olmadik. Keyingi videomda albatta o'zbekini gapiradigan akaxonlarimizning oldiga borib intervyu olamiz inshaalloh. Ha aziz do'stlar, agarda Afg'onistonga qiziqayotgan bo'lsangiz, ushbu kanaldan Afg'onistonning qanday joyligini birma-bir inshaalloh kuzatib borsangiz bo'ladi. Birma-bir inshaalloh qo'limdan kelgancha Afg'onistonning har bir burchagiga borib video olish irodam bor. Qo'limdan kelgancha sizlarga batafsil qilib tushuntirib beraman inshaalloh. Bugungi videom esa shundan iborat edi. Afg'onistonning Sho'rtepa tumanida qanday qilib bug'doylarni o'rladi, o'sha mavzuda edi. Agarda videomiz sizga yoqqan bo'lsa, videomizga bitta like va kanalimga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Keyingi videomda albatta sizlarni kutib qolaman.